Assalomu alaykum. Oyimiz va dadamiz bilan, do'stlarimiz va sizlar bilan shodon o'ynab kulamiz birga. Umarxona, keling bizga qo'shiling, birga kuling. Bu ajoyib. Alhamdulillah, do'stlarni choylaymiz. Umarxona. Nima qilyapsizlar? Dadamiz uchun ajoyib sovg'a. Bezash meni jonni dilim. Qarang, men nima qildim. Hammasini tayyorlab birga. Inshaalloh bo'lsin bayram. Axir bugun dadam uchun o'zgacha kun. Yaxshi, o'tsin dadangiz tug'ilgan kun. Alhamdulillah, to'rt tayyor. Dadamga juda ham yoqadi, to'g'rimi? Dadamga albatta yoqadi. Inshaalloh. Voy, tortga meva solishni unutibman-ku. Dadangiz mevalisini yaxshi ko'radi. Yo'q. Allohu akbar. Tort. Hey. Nima qilsak bo'larkin-a? Masalliqlar qayerda? Oyi, sira xafa bo'lmang. Biz doim siz bilamiz. Yoningizda dastyor bo'lib, darrov boshqa tort pishiramiz. Voy, rahmat, aziz bolajonlarim. Arzimaydi. Oyijon, bulardan nima qilmoqchisiz? Endi boshqa tort pishirmoqchiman, lekin bizda masalliqlar yetarli emas. Faqat mana bular bilan tarvuz bor xolos. Tarvuz? Agar biz tarvuzni olib, chiroyli qilib kessak, unda tarvuzli tort paydo bo'ladi. Oyijon, tarvuzdan tort tayyorlasak-chi? Tarvuzdan tortmi? Uni kesib, tort shakliga keltiramiz. Voy, bu juda ajoyib fikr. Rahmat o'g'lim. Arzimaydi. Nima? Birinchi ish tarvuz kesish, shunday, ana shunday. Ikkinchi ish shakl berish. Uchinchi ish meva joylashtirish. Mevalarni terib chiqing. Voy! Bilasizmi, oyijon, ko'proq meva qo'shsangiz, bundan ham chiroyli chiqadi. Ko'proq mevami? Unda hozir borib, bog'imizdan meva terib kelamiz. Men mangolar teraman. Men teraman xo'jahat. Meva terdik har yondan. Alhamdulillah, yaxshi niyat. Kelinglar, endi bezatamiz. Yurakchalar qo'shamiz. Yulduzchalar ham. Yurakchalar. Yulduzchalar. Ko'proq yurakchalar. Yana yulduzchalar. Ana! Oyi, keling. Tortimiz tayyor. Voy, qoyil. Biram ajoyib tort tayyorlabsizlarki. Assalomu alaykum. Umar, Hanna, tezroq yig'ishtiringlar. Bo'la qolinglar. Bo'ladi.
Tezroq. Yo'q. Assalomu alaykum. Men keldim. Ha, voy, salom. Qo'yir. Bismillah. Yaratgan egamga shukur, bu mevali tort juda shirin ekan. Tug'ilgan kunimda ajoyib tabriknoma bilan chiroyli suratlar oldim. Bularning barchasini kim tayyorladi? Rahmat. Hammangizni yaxshi ko'raman. Kelinglar, oilamiz haqqiga duo qilaylik. Xo'p bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Oilamiz va bolajonlarimizni qalbimiz suyanchiga aylantirib, barchamiz solih va soliha bo'lib yashamog'imizda o'zing inoyat ko'rsat. Amin. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi.